Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Joriy yilning sentyabr oyidan, eng uzog'i oktyabr oyidan boshlab islomiy ipoteka krediti yo'lga qo'yiladi. Hozir shu haqda batafsil ma'lumot beramiz. Videomizni ko'rishdan oldin kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qozog'istonda foizsiz ipoteka kreditlari paydo bo'ladi. Qozog'istonda 2026-yilning oktyabr oyidayoq islom ipotekasi yo'lga qo'yilishi mumkin. Ya'ni ipoteka olishda hech qanday foiz qo'llanmaydi. Bu haqda Otbasi bank rahbari Lazzat Ibragimovaning Kazinform agentligiga bergan intervyusiga tayanib, Kursiv xabar berdi. Hozirda biz islom ipotekasini o'rganyapmiz. Ishonamanki, Qozog'istonda buning kelajagi porloq. Ushbu mavzuda intervyu berganimizda bizga ko'plab savollar kelib tushmoqda, dedi Ibragimova. Uning so'zlariga ko'ra, aprel oyida moliyaviy bozorni tartibga solish va rivojlantirish agentligi parlamentga Milliy kredit reytingi agentligi to'g'risidagi qonun loyihasini birinchi o'qishda taqdim etgan. Bu hujjatda Otbasi bankka islomiy moliyalashtirish bilan shug'ullanish huquqini beruvchi bandlar ham o'rin olgan. O'ylaymanki, qonun iyun oyi oxirigacha imzolanadi. Litsenziya olish jarayoni avgust oyigacha davom etadi. Biz sentyabrda yoki eng kechi bilan 1-oktyabrda islom tamoyillariga asoslangan yangi tartib e'lon qilishni va darhol sotuvni boshlashni rejalashtiryapmiz, deya ta'kidladi bank rahbari. Foizsiz kredit va omonatlar. Otbasi bank rahbari shariat qonunlari bo'yicha foiz undirish taqiqlanganini eslatib o'tdi. Shu sababli bank foizsiz omonat va kreditlarni taklif qilishni rejalashtirmoqda. Bu butunlay boshqacha yondashuv bo'ladi, deya xulosa qildi boshqaruv raisi. Islom ipotekasi uchun dastlabki to'lov miqdori turlicha bo'lishi mumkinligi xabar qilingandi. Xususan, uy narxining 20% dan 50% bo'lgan miqdorda to'lov qilish imkoniyati ko'rib chiqilmoqda. Ushbu turdagi ipoteka boshqa dasturlardan alohida tarzda amalga oshiriladi. Videomiz yoqqan bo'lsa, like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba: daryo.uz sayti.